Xo'sh, bizlar ancha oylardan beri bu qovurg'larni yetkazib berayotgan Jamshid akamiz oldiga yana yetib keldik. 50 ta bu qovurg'ni yetkazdik. Aka, natijalar qanday bo'lyapti? Natijalar juda ajoyib. Birinchi bu urug'ni olishda sizlardan so'raganimizda urug'ning yashovchanligi qanday? Keyin urug'lantirganda oladigan foizingiz qanday? Birinchi beradigan savolim o'sha edi. Urug'laringiz o'sha yashovchanligi yuqoriligi, keyin urug'lantirish foizi yuqori ekanligi o'z isbotini topdi. Undan keyingi masala, birinchi urug'laringizni olib kelgan vaqtimda 40 ta doimiy klientlarning 40 tasi urug'lantirib, o'shani o'zib kelgan vaqtimda birinchi urug'lantirishdan 36 tasi urug'lantirilgan. 4 tasi paxtor keldi, 4 talar qolganlari ham urug'lantirildi. Undan keyingi masalamiz bor edi, buzoqlarning sog'lom tug'ilish darajasi, keyin buzoqlarning o'sish darajasi edi. Qo'ygan buzoqlarimiz, urug'larimizdan buzoqlar deyarli 100% yaqinroq sog'lom tug'ildi. Tug'ilgan buzoqlarning o'sish darajasi ham yuqori. O'sha aytilgan qaysi ho'kizning urug' qo'ygan bo'lsak, deyarli ota tomonga o'xshash ajoyib natija berdi, zo'r. Kasalga chidamligi yuqori, tug'ilish foizi osonroq, yashovchanlik o'sishi yuqori bo'ladi. Mol tuqqandan keyin 40 kuncha bo'lgan davrda sun'iy urug'lantirish va buqaga qo'yish mumkinmi? Yo'q, mumkin emas. Sababi bachadonni dam olishga ham ulgurmaydi. Bu molning, sigirning sog'ligi uchun ham zarari bor. Undan tashqari hayvonlarda odatda chilla deymiz, o'sha 40 kungacha bo'lgan jarayonda bachadon o'z joyiga qisqarib, tozalanib kelishga ulgurmaydi. Bizlarda ko'pdan ko'p sigirlarimiz bog'langan holatda boqiladi. Matsionga amal qilinmaydi, ratsionga amal qilinmaydi. Matsion bilan ratsionga amal qilingan sigirlarda o'sha 40 kun ichida ham matga tezroq qisqarib, otalanish xususiyatiga bo'lishi mumkin. Deyarli bizlarda o'shanaqa holatga amal qilmaganligi uchun 40 kungacha bo'lgan hayvonlarni sun'iy urug'lantirish uncha to'g'ri natija emas. Qaror emas. Chunki bachadon to'liq qisqarib, tozalanishga ulgurmagan bo'ladi. Sanjarda ona yurti bo'lgan Bulung'ur tumanidamiz. Bulung'urliklar bitta Jamshid akam bilan qoniqmasdan yana qo'shimcha vetvrachlarni talab qilishyapti. Mana yangi bir hamkorimiz, vetvrach ukamiz Elyorbek. Yana bir qiziq fakt akalar, Jamshid akamiz birinchi bizlarni buqalardan Wertheimni ishlatib boshlaganlar. Natijalar qanday bo'lgan? Aynan shu buqalar. Birinchi buqa urug'larini ishlatgan urug'larimdan Wertheimni ishlatganman. Urug'ning yashovchanligi yuqori, otalantirish, urug'lantirish foizi yuqori. Tug'ilgan buzoqlar ham juda ajoyib. O'sha bir qo'ydirgan klient yana qayta sun'iy uchun murojaat qiladigan darajada ajoyib buzoqlar tug'ilib, undan tug'ilgan buzoqlar kattarib, ko'pi bo'rdoq ham bo'lib ketdi. Juda ajoyib chiqqan.